Mazza. Bu ko'rib turgan chiroyli va mazali taomila Jizzax prospektidagi Xotira bog'ini ro'parasidagi ko'chadan Hamid Olimjon tomonga 400 metr kirganda yangi faoliyatini boshlagan samimiy oilaviy restoranida tayyorlanmoqda. Bu yerda birinchi va ikkinchisiga 40 xildan ziyod milliy va Yevropa taomlari, 40 xildan ziyod salatlar va yaqin ichimliklar mavjud. Eng qizig'i 5 kishilikdan 25 kishilikgacha 15 dan ziyod banketning xonalari xizmatingizda. Narxlarga gap yo'q Rahim aka. Juda chiroyli ochibsizlar. Manzilni tushunmaganlar bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, yanada to'liqroq tushuntirishadi. Videoni hamma samimiy yurtdoshlarimizga jo'natib qo'yinglar. Samimiy oilaviy restoranida samimiy Rahim akamiz samimiy insonlarni kutib qoladilar.